Farzandingiz Koreyada o'qiydi-yu, shuncha pulni qayerga qo'yapsiz? Farzandini Koreyaga o'qishga yuborayotgan ota-onalar atrofida mana shunday kalta fikrli insonlar borligi sabab Koreyadagi ko'p o'zbek yoshlari ilm olishga imkon topa olmayapti. Mana shunday insonlar sabab ota-onalar Koreyaga o'qishga ketgan farzandlaridan o'zlarining xarajatlarini qoplab yurganlari yetmagandek, O'zbekistonga pul yuborishlarini talab qilish normal deb hisoblashyapti. Koreyada talaba universitet kontrakti, uy ijarasi, kommunal to'lovlari, oziq-ovqat, kiyim-kechak, oylik sug'urta, transport, telefon va yana boshqa ko'plab xarajatlar haqida o'ylab shundoq ham stress olib turganda, ulardan talabalik davrida pul yuborishlarini kutishingiz berahmlik bo'ladi. Afsuski, Koreyadagi talaba farzandini oilasini pul topish manbai sifatida ko'radigan ota-onalar sabab yosh uka-singillarimiz yoshlik davrini ilm olishga va o'z ustida ishlashga sarflamasdan vaqtlarini qora mehnatga sarflashyapti. Aksincha, agar imkoningiz bo'lsa, siz Koreyadagi farzandingizga o'z sohalarida zo'r mutaxassis bo'lishlari uchun pul yuborib yordam bering. Unired degan ilova orqali osongina farzandingiz hisobiga O'zbekistondan Koreyaga pul yuborsangiz bo'ladi. Unired ilovasiga farzandingizning ism, familiyasi, Koreyadagi bank hisob raqami va telefon raqamini kiritib pul yubora olasiz va uni musofir yurtdagi tashvishlarni yengillatib, ilm olishiga yordam bergan bo'lasiz.